Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana 20 kunlik bepul darslarimizni 7-darsiga birpasda mana yetib keldik. O'ylaymanki, bungacha bo'lgan darslar manfaatli bo'ldi va misollarni ham ishlab kelyapsizlar. Demak, bugungi mavzuyimiz aralash sonlar ekan. Rejamizda birinchi aralash son tushunchasi bilan tanishamiz va keyin aralash son oddiy kasrga aylantirish, oddiy kasrni aralash songa aylantirish haqida gaplashamiz va ular ustida amallarni tezda ko'rib, keyin misollarni ishlashga o'tamiz. Demak, birinchi ko'ramiz aralash son o'zi nima? Aralash son butun qism va kasr qismdan iborat bo'lgan son aralash son hisoblanadi. Mana a butun b'dan s ko'rinishda yoziladi va bu aralash son hisoblanadi. Mana bu oldidagi a bu butun qismi hisoblanadi. B mahraji b'dan s kasr qismi bo'lib b mahraj s surati hisoblanadi. Mana o'zi o'qilishidan ham ma'lum a butun b'dan s yoki a butun s taqsim b. Mana butun qismini o'z-o'zidan aytib ketyapmiz. Bularga misol mana 4,2dan 1. Mana o'qilishi 4,2dan 1 tarzda o'qiymiz va mana 4 butun qismi 1/2 uni kasr qismi hisoblanadi. Aslida mana aralash son degani shu ikkalasini yig'indisi bo'ladi. O'rtasiga plus yozilmaydi-da, lekin aslida butun son bilan kasr son yonma-yon xuddi shunaqa yozilishi o'rtasida plus bo'lgan. Ya'ni 4 plus 1/2dan mana shu aralash son hosil bo'lganda. Masalan, mana 8,9dan 7 ham bu ham aralash son hisoblanadi. Endi aralash sonni qanday qilib oddiy kasrga, ya'ni noto'g'ri kasrga aylantirishimiz, buni aksini ko'rib o'tamiz. O'zi aralash son qanday kelib chiqqan? Noto'g'ri kasrni bilamiz. Surati mahrajidan katta bo'lgan kasr noto'g'ri kasr hisoblanadi. Ana o'shani to'g'ri kasrga aylantirib olishimiz uchun aralash sonni hosil qilib olamiz. Ya'ni suratini mahrajdan kichik qilamizda, oldiga butun qismini ham qo'shib qo'yamiz. Xo'p. Sonni oddiy kasrga aylantirish uchun nima qilamiz? Mana a butun qismi b mahrajda s suratda turibdi. Buning uchun b mahrajda o'zi turadi, o'zgarmaydi va suratida ham o'zgarish ketadi. Mahrajni butun qismga ko'paytiramiz, a ko'paygan b va suratini qo'shib qo'yamiz. Hozir misolda ko'ramiz yana. 2,2dan 1ni oddiy kasrga aylantirishimiz kerak. 2ni 2ga ko'paytiramiz va 1ni qo'shamiz. 2 ko'paygan 2 qo'shilgan 1 mahrajda 2ni o'zi turadi. Demak, 4 plus 1 5 taqsim mahrajda 2. 4,3dan 2ni endi oddiy kasrga aylantiramiz. Mana e'tibor bergan bo'lsak, bizda oddiy kasr va noto'g'ri kasr hosil bo'ldi. Buni surati mahrajdan katta o'z-o'zidan. 4,3dan 2. 4ni 3ga ko'paytiramiz va 2ni qo'shamiz. Mahrajda 3 shundoq turadi o'zi. Demak, 3dan 14 bo'lar ekan. 9,7dan 3ni aylantirishimiz kerak endi. Nima qilamiz? Mahraj o'zi shundoq turadi. Mahrajni butun qismiga ko'paytiramiz va suratini qo'shamiz. 63 qo'shilgan 3 66 taqsim 7. Endi buni aksini qilamiz, teskari amalni bajaramiz. Oddiy kasrni, ya'ni noto'g'ri kasrni aralash songa aylantirishimiz kerak. Bunda nima qilamiz? Suratni mahrajga bo'lamiz.
bo'lganimizda to'liqsiz bo'linma oldiga butun bo'lib tushadi. Mahrajda 3 turadi, ya'ni bo'luvchi shundoq turadi. Suratda bo'lsa qoldig'i yozib qo'yamiz. Masalan, 28 nimaga teng? Mana 28ni 3 ga bo'laylik. 3 ga bo'lganimizda 7 to'liqsiz bo'linma bo'ladi, 9 to'liqsiz bo'linma bo'ladi. 9 karo 3 27, ayirsak 1 qoldiq qoladi. Demak, oldidagi butun qismi 9 bo'lar ekan, mahrajda 3, ya'ni bo'luvchi turadi. Suratda bo'lsa qoldiqni yozamiz. 9 mana to'liqsiz bo'linma butun qismi bo'ldi. Qismiga o'tdi. Bu esa suratga tushdi. Mahraj mana shundoqligicha qoldi. Keyingisi endi 72 taqsim 11. 72ni 11 ga bo'lsak o'zi nima hosil bo'ladi? Ustun shaklda bo'lib ko'raylik. 72 ichida 11 dan 6 ta bor. Ko'paytirsak 66, ayirsak 6 qoldiq qolar ekan. Demak, mana bu butun qismi mahraj qoldi, suratga qoldiqni yozamiz. Demak, 6,11 dan 6 hosil bo'lar ekan. Keyingi misolimiz 100 taqsim 9ni oddiy kasrga aralash songa aylantirishimiz kerak. 100 ni 9 ga bo'lsak o'zi nima bo'ladi? Ustun shaklda bo'lib ko'raylik. 10 ichida 9 dan bitta, ayiramiz 10. Buni 10 ichida yana bitta, ayirsak 1. Demak, butun qismi 11 ekan, mahrajda 9 o'zi turadi, suratga qoldiq, ya'ni 1 tushadi. Buni aralash songa aylantirsak, mana 11,9 dan 1 hosil bo'lar ekan. Menimcha bu misollarni tushundinglar. Keyingi tushunchalarimizga o'tamiz. Endi aralash sonlar ustida bajariladigan amallarga o'tsak, bu unchalik qiyin emas. O'sha kasr ustida amallarni bajarishimiz bizga asos vazifasini bajarib beradi shu yerda. Kasrni qo'shishni bildingizmi? Demak, aniq aralash sonlarni ham qo'shish, ayirish, ko'paytirish bilishni bemalol bajara olasiz. Masalan, mana ikkita aralash son turibdi. Ularni qo'shsak yoki ayirsak nima qilamiz? Mana plus minusga qo'ysak bo'ladi o'rtaga. Demak, ikkita aralash sonni so'ralyaptimi? Uni aralash qismiga, butun qismini, kasr qismini qo'shsangiz yoki ayirsangiz mana natija o'zi kelib chiqaveradi. Ko'paytirish bo'lishda esa oddiy kasrga aylantirib olamizda, keyin ko'paytirish bo'lish amallarini bajarib ketamiz. Mana birinchi misolimizni ko'raylik. Birinchi qavs ichini bajarib olamiz. Mana birinchi ish bu, ikkinchi ish ayirish. Birinchi ishni bajaramiz. 2,4 qo'shilgan 8,4. Aytganimdek, butun qismiga butun qismini qo'shamiz. O'rtasida plus bo'ladi. Kasr qismiga kasr qismini qo'shamiz. Butun qismining natijasi 10 plus kasr qisminiki 4 dan 2 bo'ldi. Demak, natijamiz 4 dan 2. Yoki mana bu kasr qismini qisqartirib qo'ysak, surat mahrajini 2 ga, ya'ni 2 ga bo'lib yuborsak, 2 dan 1 bo'ladi. 10,2 dan 1 holatiga keltirib qo'yishimiz mumkin. Ikkinchi ishimiz esa xuddi shu 10,2 dan 1 dan 4 ni ayirishimiz kerak. Mana e'tibor beramiz endi. Aralash sondan butun sonni ayirishimizga to'g'ri kelyapti. Butun son degani uni kasr qismi 0 degani. Kasr qismi 0 bo'lgan aralash son butun son hisoblanadi. Shuning uchun bunda nima qilamiz? 10 dan 4 ni ayirib qo'yamizda, mana bu 1/2 ni qo'shib qo'yamiz, bo'ldi, yetadi. Chunki 4 degani 4 qo'shilgan 0 deganda, 4 qo'shilgan 0. Ya'ni uni kasr qismi 0 bo'lib ketadi. 1/2 plus 0 deganda mana shu yerda.
va buni amalini bajarsak 6,2 chiqadi. Demak, bizni natijamiz 6,2 teng ekan. Keyingi misolga o'tamiz. Mana aralash sondan butun sonni ayirish ko'rdik. Endi butun sonda aralash sonni ayirishni ko'rishimiz kerak. Xo'p, 8dan 3,3ni ayirishimiz kerak. Bunda nima qilamiz? Xo'p, 8ni quyidagicha yozib olishimiz mumkin. Bilamiz, surat mahraji teng bo'lgan oddiy kasr 1ni beradi. 8ni xuddi shunday yozib olamiz. 7 plus 1 degani 8. 8imiz 7 qo'shilgan 1 degani. Va biz 1ni o'zimizga kerak bo'lgan holatda kerak mahraj orqali yasab olishimiz mumkin. Bizga mahraji 3 bo'lgan kasr kerak. Shuning uchun 1ni 3dan 3 deb yozib olamiz. Chunki bizga 3 kerakda, mahraji 3 bo'lgan kasr kerak. Agar mana shu 5 bo'lgan 3,5dan 1 bo'lganda biz 1ni 5 taqsim 5 qilib yozib olar edik. Demak, 8ni biz 7,3dan 3 ko'rinishda yozib ola olamiz. Demak, mana yozamiz. Ayrilgan 3,3dan 1. Endi boya aytgan qoidamiz bo'yicha butun qismidan butun qismini, kasr qismini ayiramiz. 7dan 3ni ayiramiz. Qo'shilgan 3 taqsim 3 minus 1 taqsim 3. Bu barobar 4 buni ayirsak 3dan 2 hosil bo'ladi. 4,3dan 2 natijaga erishar ekanmiz. 3-misolni ko'ramiz endi. Ozgina murakkabroq, bir nechta amallarni bajarishimizga to'g'ri keladi. Birinchi, demak, qarshisidagi ko'paytirishni, keyin ayiramiz, keyin bo'lamiz, keyin qo'shib qo'yamiz oxirida. Amallar tartibini menimcha eslatib o'tish shart emas. Bu deyarli o'quvchilarga 1 va 2 sinfdan o'rgatiladi. Ustozlar va matematikani endi o'rganayotganlar ham albatta biladi deb o'ylayman. Xo'p, birinchi amalimiz 1 taqsim 3ni 2,2dan 1ga ko'paytirishimiz kerak. Boya aytib o'tganimdek, aralash sonni oddiy kasrga aylantirib olib, keyin ko'paytirish bo'lish amallarini bajaramiz. Demak, 1 taqsim 3 ko'paygan. Buni oddiy kasrga aylantirsak 2,2ni 2ga ko'paytiramiz 4, 1ni qo'shamiz 5. Endi ikkita oddiy kasr ko'paytirganimizda suratni suratga ko'paytiramiz, mahrajni mahrajga ko'paytirib o'z o'rnlariga yozamiz. 1ni 5 ko'paytirsak 5, mahrajda esa 6. Ikkinchi amalimiz 5 taqsim 6dan 7 taqsim 8ni ayirishimiz kerak. Turli mahrajli kasrlar ustida ayirish amalini bajarishimiz kerak. Buning uchun ularga umumiy mahraj beramiz. 6 bilan 8ni umumiy mahraji nima bo'ladi? Ular umumiy mahraji 24 bo'ladi. E kubini topsanglar, 6 bilan 8ni o'ylab ko'rsanglar ham eng haligi kichik umumiy bo'luvchisi qaysi desak, 6 bilan mana 6 karra 4 24, 8 karra 3 24 bo'ladi. Undan kichik songa ular umumiy bo'linolmaydi. 48 ga bo'linishi mumkin, lekin undan ham kichikroq bo'lgan 24 bor. E kubi 24 bo'ladigan bo'lsa 6 ga 4 yetmayapti, 8 ga 3. Suratlarni ko'paytiramiz. Demak, 24 dan 20 ayrilgan 21 taqsim 24 bo'lar ekan. Xo'p, 20 dan 21 ayiramiz, mahrajda 24 o'zi qoladi. Demak, bizda minus 1 taqsim 24 hosil bo'lar ekan xavfsi ichida. 3-chi amalimiz endi 5 taqsim 12ni bo'lamiz minus 1 taqsim 24 ga. Xo'p, musbat son manfiy songa bo'lsak, oldida minus chiqadi yoki ko'paytirsak ham minusi chiqadi buni. Xo'p, nima qilamiz? 5 taqsim 12ni 1 taqsim 24 ga bo'lishimiz kerak. Mana minusni oldiga chiqarib yubordik. Bo'lish amali ko'paytirishga almashadi va mana bu bo'luvchimizni surat va mahrajlar shunda almashib qoladi. Suratga 24 chiqargan, mahrajda 1 qoladi.
Endi bularni qisqartirib olishimiz mumkin. 24 ichida 12 dan 2 ta bor. Demak, natijamiz -5 ko'paygan 2 bo'lingan 1, ya'ni -10 ga teng ekan. 4-chi amalimiz, oxirgi amalimiz. Endi 1/4 dan 1 dan 10 ni ayri deyilyapti. Xo'p, nima qilamiz? Birdan nima qilishimiz mumkin? 1/4 dan 1 minus 10 ni yozib olamiz. 9/4 dan 4 ko'rinishida. Boya aytib o'tganimdek. Bundan endi yana butun qismdan butun qismini, kasr qismdan kasr qismini ayriymiz. -8 bularni ayirsak ham minusdan 3 chiqar ekan. Demak, natijamiz -8/4 dan 3 ga teng ekan. -8/4 dan 3 bo'ldi. Oxirgi bajargan amalim ham shundaylar deb o'ylayman. Mana 10 ni 9/4 dan 4 ko'rinishida yozib oldim. Uni qiymati o'zgargani yo'q. Ko'rinishini faqat o'zimizga kerak, qulay bo'lgan holatga o'tkazib oldim. Keyingi 4-chi misolimiz. Buni ham amalga ketma-ketlikka belgilab olaylik. Buni 1-chi, 2-chi, 3 va 4. Demak, birinchi amalimiz 2/2 dan 1 dan 1/8 dan 3 ni ayirishim kerak. Umumiy mahraj nima bo'ladi? Umumiy mahrajimiz 8 bo'ladi. 8 bo'lishi uchun bunga 4 yetmayapti. Demak, 2/8 dan 4 minus 1/8 dan 3 bo'ldi. Ayirsak, demak, butun qismdan butun qismini ayirsak 1, kasr qismini ayirsak 1/8 bo'ldi. Ikkinchi amalimiz 3/2 dan 1 minus 3/6. Umumiy 6 mahrajga ham keltirib olishimiz mumkin, lekin 3/6 ni 1/2 deb yozib olishimiz mumkin surat mahrajini 3 ga qisqartirganimizda. Demak, bunda nima qiladi? 3,5 dan yarim ayirsangiz nima qoladi degan, ya'ni 3 qoladi. Uchinchi amalimiz esa birinchi bilan ikkinchi amalda hosil bo'lgan natijalarni ko'paytirishimiz kerak. 1/8 dan 1 ni 3 ga ko'paytiramiz. Demak, buni butun kasrga, oddiy kasrga aylantirib olamiz. Mahrajda 8, suratida 8 ko'paygan 1 plus 1 9 ko'paygan 3. 9 ni 3 ga ko'paytiramiz 27, mahrajda 8 qoladi. Buni aralash kasrga aylantirishimiz shart emas hozir, chunki keyin yana ko'paytiruv amali kelyapti, 4-chi amalimiz. Ko'paygan 1/3 dan 1. Bu tayyor oddiy kasr ko'rinishida turibdi. Ikkinchi ko'paytuvchimizni oddiy kasrga aylantirib olishimiz kerak. Buni mahrajda 3 qoladi. 3 ni 1 ko'paytirsam 3, 1 ni qo'shsam 4. Xo'sh, endi qisqaradigan qisqartiramiz. 8 bilan 4 qisqaradi 4 ga. Bunda 1 qoladi, bunda 2. 27 ham qisqaradi 3 bilan. 27 ning ichida 3 dan 9 ta bor, bunda bitta. Demak, 9 ko'paygan 1 taqsim 2 ko'paygan 1, natijamiz 9/2. Buni aralash songa aylantirib qo'ysak, 9 ni 2 ga bo'lganimizda 4 to'liqsiz bo'linma bo'ladi. Suratda, ya'ni qoldiq esa 1 ga teng. Chunki 9 deganimiz 8 plus 1, ya'ni 4 ko'paygan 2 plus 1 degani edi. Misollarimiz tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Sizlarga yana bitta holatni tushuntirib qo'yay. Misollarimizda bu kelmabdi. 2/6 dan 1 ayrilgan 1/6 dan 2 holat tursa. Qarab turibmiz. Mana butun qismini ayirsak hech qanaqa muammo yo'q. Kasr qismini ayirganimizda buni bu 1/6, 2/6 dan kichkina. Bunda nima qilamiz desak, qarz olamiz. Qanday qarz olamiz? Mana bu 2 ni 2/6 dan 1 ni butun qismdan bitta qarz olamiz. Ya'ni 2 dan 1 ni ayirsak 1 qoladi. Endi kasr qismiga buni qanday o'tkazamiz butun bir qismini? Mahraj shundoq turadi 6ligicha. Bitta qarz berganimizda 1 ga suratiga mana shu mahrajini qo'shib qo'yamiz bir marta.
Shunda biz nima hosil bo'ldi? 1,6dan 7 hosil bo'ldi. Bu amalni bajarsak nima bo'ladi? 1,6dan 7 ayrilgan 1,6dan 2 bo'lar ekan. Butun qismdan butun qismni ayirsak 0 bo'ladi. Uni yozishimiz shart emas. Kasr qismdan kasr qismni ayirsak 6dan 5 hosil bo'ladi. Shuni ham e'tiborga olib qo'yasizlar. Misollarimiz tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Mavzuni ko'rib tasbih qilib olinglar va tashlangan misollarni ishlab adminga tekshirtirib olishinglarni so'rayman. E'tiboringlar uchun rahmat.